Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar to'g'ri betiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Bugun men Janvada, uyda. Shveysariyada havo bekli isib ketyapti. Odatda 30 gradusdan tushmayapti. Shunga uyda o'tirib bir asar o'qiy dedim. Yana bir tarafdan bugun sizlarga o'qib bermoqchi bo'lgan asar mana bu qilin toplamning ichida. Kitap xeyli ig'ir. Şunaşqa uyda o'qiy dedim. Bu Bulaq jurnalining 2007-yildagi 6 sonining to'plami. Qarindoshlar cho'qim bilasizlar, Bulaq jurnali Uyg'ur klassik adabiyoti, Uyg'ur xalq eg'iz adabiyoti miroslarini tanishtirib kelayotgan nihoyatda katta jurnaldi. Afsus, hozir albatta chiqmaydi. Men o'tganda İstanbulga borgan vaqtimda shu yerga kitobxonadan bu to'plamni ko'rib nihoyat xursand bo'lib bir necha nusxasini sotib olib kelgandim. Albatta buning ichidagi maqolalarning ilmiyligi nihoyat yuqori. Men sizlarga bir necha asarni tanlab qo'ydim. Bu bizningki ijtimoiy turmushimizga, tariximizga munosabatli adabiy miroslar. Bugün sizlarga o'qib bermoqchi bo'lganim bu jurnalning 2007-yillik 3-soniga besilgan bir parcha asar qadimki onalarimizda go'zallik qarashi. Go'zallikni sevmaydigan inson bo'lmaydi, bo'libmi ayollar go'zalligimizga mayli sirtqi go'zalligimiz bo'lsin, ichki go'zalligimizga bo'lsin alohida ahamiyat berishimiz kerak. Xo'sh, oldi bilan maqolani o'qib beray. Qadimki onalarimizda go'zallik qarashi. Avtori Abduz Muhammad Sayrami. Ma'lumki, diyorimiz qadimki g'arbiy yurt Markaziy Osiyo inson turkumlarining muhim madaniyat beshiklaridan biri. Bu xosiyatlik zamin Osiyo qit'asining dengiz okeanlaridan Iroq bo'lgan o'tir balbig'iga joylashgan. Atrofi Osiyodagi azim tog'lar, Altay, Tangritog', Pamir, Qurum, Qaraqurum, Oltin tog'lari bilan o'ralgan. Bag'rini haroratlik taklamakan cho'llikka ko'ydirib turadigan hozirgi Xinjiang rayoni necha 10 ming yillik ibtidoiy hayot melodiyasi bilan tarixga kirib kelgan. G'arbiy yurt aholisining Iroq ajdodlari bu joyda uzoq davom qilgan yovvoyilik, varvarlik, to'ppadilik va sodda nodonlik davrini boshdan kechirib, ko'ni yangi tosh qurollar davriga xos ibtidoiy go'zallik qarashi tarixini besib o'tib, bronza, ya'ni ko'kmis qurollari davriga kelganda xeyri mustahkam ijtimoiy odatga aylangan bir qator go'zallik qarashlarini yetildirgan. Diyorimizdagi son-sanoqsiz qiyotash rasmlari, yuzlarcha ibtidoiy qabra, yodikorlik va qadimki shahar, qal'a xarobalaridan tepilgan obrazlik yodikorliklarga qaraganda ko'ni tosh qurol davrining oxirlari va yangi tosh qurol davrining boshlarida onalarimiz turmushida go'zallik qarashlari baxlanib chiqib, kun sayin rivojlanib barganligi isbotlanmoqda. Ro'shanki, diyorimizda yashagan ibtidoiy ajdodlar o'z faoliyatlarining tarixini toki yeziq ixtiro qilinguchi bo'lgan to'limi uzoq varvarlik, yovvoyilik, nodonlik davrlarida ishlab chiqarish qurollari, turmush buyumlari, ibtidoiy e'tiqod va san'at vositalari bilan ko'ni yangi tosh qurol davri, bronza qurollari davridagi yodikorliklarga sizib va yezib qoldirgan. Biroq o'tmishning har qaysi bosqichlariga xos bo'lgan hozirgi kishilarimiz uchun texi sirliq yoki yerim sirliq ko'ringan bu izna yodikorliklar ifodalagan mazmuni, ifodalash vositalari va ifodalagan doirasi jihatdan ajdodlar tarixining, jumladan ruhiyat, tafakkur va go'zallik qarashi jihatdagi tamg'a, andoz, belgi alomatlarining eng qadimki uchurlari hisoblanadi.
Albatta, ana diyorimiz qadimki g'arbiy yurtdek bu sirliq keng zamin ko'ksidagi ibtidoiy turmushning tasviriy yaldamisi bizga texi o'zining ro'shan va mukammal qiyofatini oshkorligini yo'q. Onun bir qismi tarix ushqunlarida mangulik yo'qolgan. Shundaqdimi 18-asrning oxiridan boshlangan arxeologiyalik tekshirishlar davomida bayqalgan yodikorliklar bu keng zamin ko'ksidagi ibtidoiy insonlar hayot faoliyatining bir qadar umumiy manzarasini qiyos qilishga imkoniyat yaratdi. Biz Don Dubuloqdagi 15-20 ming yillik qiyotash rasmlaridan 15-20 ming yillik tarixga ega tamg'iliq tosh o'nkiri, aqtash o'nkiri, g'aktash o'nkiri va Do'lat jilg'isi o'nkirlari qatorliq ibtidoiy hayot ozuq davom etgan tabiiy o'nkir ranglik sizmalardagi ana, ya'ni ayol jinsga tevinish, anani ulug'lashga doir mazmunlardan Altay, Tangirtaq, Oltuntaq qiyolarga chekilgan 3000dan 8000 yilgacha bo'lgan son-sanoqsiz qiyotash rasmlaridagi onalar obrazi va har xil tamg'a, andoz, belga alomatlardan Turpandagi Ostona, Urumchidagi Sayvopu, Lopnordagi Singir, Lopnor ko'li atrofi, Koni shahardagi Opal, Qumildagi Sandovling, Turpandagi Yorg'ul, To'qsundagi Hummi buloq, Pichandagi Qizilqum, Yangi Asqiliq, Aqterak, Mo'redagi Erqaboq, Altaydagi Shimirshin, Chaqiliqdagi Oltuntaq, Charchandagi Jangalsay, Niyadaryo atrofi, Gumidagi Kilyang, Keriyadagi Boshqa Nisura, Kelpindagi Sarg'an, Maralbeshidagi Aqdala, Kuchadagi Qaridon qatorliq yangi tosh qurol davriga mansub 4000 yildan 6000 yillik qadimki iz xarobalardan tepilgan tosh, so'ngak marjonlar va boshqa zinnat buyumlaridan 3-4 ming yillik tarixga ega Lopnordagi Gumugu qadimki qabristonligi, Kroran go'zali qabristonligi, Zog'ulliq qabristonligi, Xotandagi Niya qabristonligi, Pichandagi Subeshi qabristonligi, Boydagi Qizil qabristonligi, Xojindagi Chapxa, Bögördagi Chumchaq, Chumpaq, Qo'moldagi Yanbuloq, Qaridon, Lapchuq, Askishahar, Xanjigo qabristonliklari qatorliq yuzlarcha ibtidoiy qabristonlikda yotgan Kroran go'zaliga o'xshash nazokatlik, sohibjamol onalarimizning dafn qilinish rasmiyatlaridan, badanlarigacha har xil gul naqshlar chekib olishlaridan, yuz va kolpuklarni qizil bo'yoqda bo'yab olishlaridan, onalar jasdi bilan oxiratlik buyum sifatida ko'milgan tosh, qosh qalam, tosh bo'yoq, so'ngakdan yasalgan suzgi tag'oq, misdan yasalgan halqa, bilazuk, uzuk, medalyon, zera, upa anglik va grim buyumlari xolsi qatorliq har xil bezak buyumlar sehrli kuchda to'nilgan eng ibtidoiy tiltumar va turli zibu zinnat buyumlari qatorliq naq moddiy yodgorliklaridan onalarimizning nihoyatda yiroq qadimki zamonlardan tartibla go'zallikka intilganligini, o'zini zibu zinnat va grim buyumlari bilan bezab chiroyli yasnishga odatlanganligini ko'rib olaymiz. Yuqorida ko'rsatib o'tilgan moddiy yodgorlik manbalari garchi ayni zamondagi etnik madaniyatimizning intayin oz bir qismi bo'lsa-mu, ammo ular ayni zamondagi ajdodlar etnik madaniyatining hamma tarafini, hech bo'lmaganda turmush, e'tiqod, olam qarashi, go'zallik, estetik, ruhiyat qarashlarini bizga yetkazishda har qanday yozma manbaga qaraganda mislsiz rangdor va konkret
afzalligini saqlagan tarixnomidir. Qadimki ajdodlar turmushining bundaq bevosita, birinchi qo'l, aynan amaliy va konkret naq moddiy yodgorliklari har qanday tarixchining, bo'libmi o'tgan davrlardagi O'rda qasr tarixchilarining harf bilan yozgan tarixnomalarga qaraganda chin, aynan haqiqiy va ayni peti saqlangan tarixnoma hisoblanadi. Ma'lumki, go'zallikka intilish va go'zallik yaratish inson tabiatining eng muhim xususiyatlaridan biri. Go'zallik qarashi insonning estetik tafakkuri va estetik engi bilan birga qadimki zamonlarda paydo bo'lgan. Go'zallikni farq etish, go'zallikka moyildorlik, go'zallikdan huzurlanish va go'zallikka taqlid qilish, go'zallik qonuniyatlari bo'yicha ijodiyat bilan shug'ullanish insonlarning ijtimoiy amgaki va ijtimoiy hayotida yiroq qadimki zamonlarda maydonga kelgan. Mundaqcha aytganda, insoniyat o'zining tunji amgaki, tunji tashqoral yasashi, tunji nutqi va tunji tafakkuridan boshlabla real go'zallikni his qilgan ham shu asosda estetik tuyg'u qo'zg'atquchi go'zallik hodislari bilan zich aloqada bo'lib kelgan. Jamiyat taraqqiyoti va insoniyat madaniyatining yuksalishi go'zallikni bilish va go'zallik yoritish faoliyatlari jarayonidan bir minutmi ayrilgan emas. Go'zallik insonni to'liq maftun qiladigan shay. Inson o'z tasavvurida, xiyol orzusida, real turmushida o'zini jalb qiladigan har qanday iboradan ko'ra go'zallik iborasiga to'liq herisman va mahliya. Hindistonning atoqli yozuvchisi Tagore go'zallik to'g'risida go'zallik tuyg'usini singdirmay turib, insonni kamolatga yetkazish mumkin emas deb nihoyatda to'g'ri aytgan. Go'zallikka intilish inson tabiatining ifodasi. Chunki yasinish yoki go'zallik odati insonlar ajdodining yiroq o'tmishdagi tunji amgaki jarayonida yetilgan ibtidoiy tafakkurning taraqqiyotiga ergishib, ijtimoiy turmushda qayta hosil bo'lgan go'zallik tuyg'usining mahsuli. Go'zallikka intilish inson tabiatining ifodasi. Chunki yasinish yoki go'zallik odati insonlar ajdodining yiroq o'tmishdagi tunji amgaki jarayonida yetilgan ibtidoiy tafakkurning taraqqiyotiga ergishib, ijtimoiy turmushda qayta hosil bo'lgan go'zallik tuyg'usining mahsuli. İnsanның bütün faoliyati go'zallik tuyg'usidan ayrilolmaydi. Shunga u inson turmushining hamma tarafiga hamon ta'sir ko'rsatadi. Go'zallikni suyish, go'zallikka intilish barliq millatga o'rtaq holat. Ammo har qaysi millatlarning opirida bo'lishi va taraqqiyoti o'xshash bo'lmaganlikdan ularning go'zallik qarashi va yasinish odatlaridami farqlar mavjud albatta. Biz Kroran go'zaliga o'xshash qadimki onalarimizning yasinish, kiyinish odatlariga nazar solganimizda ularning o'ziga xos aloyidlikka, etnik milliy turoqqa ega an'analarning nihoyatda qadimdan mavjudligini his qila olamiz. Yana Uyg'ur xalq adabiyoti va yozma adabiyotining eng qimmatli yodgorliklaridan bo'lgan O'g'iznoma eposida osmondan tushgan ko'k nurdan to'ralgan qizning tasviri mundaq berilgan. U bakmi chiroyli bir qiz edi. Uning ko'zi osmondan ko'krak, chechi xuddi daryo suyidek, tishlari unchadak edi. U shunchalik go'zal ediki, kishilar uni ko'rsa, "Ah!" deb qoladi. Yuqorqi bayonlar bizgacha yetib kelgan qadimki nazokatlik, sohibjamol onalarimizning obrazi tasvirlangan eng qadimki yozma yodikorlik namunlaridan biri.
Kız ayallar obrazının şunçalik sahip camal tasvirlanishi ayni vaqtda ajdodlarimizning güzellik ölçümünün xeyla yuqori seviyeге yetganligini, ya'ni ilgari güzellikni tabiatdan izlagan bo'lsa, amdilikda güzellikni o'zlaridan bo'libmi ayollardan tepishga boshlaganligini bilib olaymiz. Tarixdan buyon nazokatlik, sahip camal analarimiz, jumladan Uyg'ur qiz cho'kallari yasinishga, o'zini tuzashtirishga alohida ahamiyat bergan. Ular go'zallikka e'tiborsiz qarash, hayotini mangu xo'rliq va nomus yoshlari ichida o'tkazish, har vaqt, har joyda boshqalar tarafidan e'tiborsiz narsalar qatorida muomala qilinishga sababchi bo'ladi deb qaragan. Sahip camal analarımız bolgan qadimki zaman ayollari güzellikka alohida ahamiyat bergan bo'lib, ular kiyim-kechak, zibu zinnat buyumlarga e'tibor berish bilan birga yana husn tuzash jihatdimi milliy o'zgachilikni shakllantirgan. Ular go'zallik yaratish amaliyoti davomida sunniy pardoz odatlaridan farqli bo'lgan tabiiy pardoz odatlari va buyumlar barliqqa keltirgan. Bu buyumlar Uyg'urlarning uzun muddatlik ishlab chiqarish va turmush amaliyatidan kelgan bo'lib, tarqalish doirasining kengligi, turining ko'pligi hozirgacha davomlashib kelayotganligi bilan kishini hayron qoldirdi. Tamam. Mana hurmatli qarindoshlar, bizning qadimki analarimiz ana shunday go'zallikka nihoyatda ahamiyat bergan. Biz Uyg'ur qizlari kichik vaqtlarimizda mening eng dastlabki qilganim kichik vaqtlarimizda, hatto bu vaqtlarimizda analarimiz qoshlarimizga o'sma qo'yib qo'ydi. Biroz cho'ng bo'lgandan keyin qo'llarimizga xiyinlarni yoqatdik. Eliqi xiyinlarni kechicha o'rab yetib atsi qo'limizni ochsaq degan rangi shunday chiroyli, lekin qo'llarimiz degan furilishib shunday bo'lib ketadi. Undan keyin asta-asta ancha-muncha grim qilishni o'rgandik. Ammo shu kichik vaqtlarimizdagi ba'zi bir go'zallik odatlari yoki go'zal bo'lish odatlari hozirgacha saqlanib qelyapti. Yaxshi yeri, masalan, o'sma topsaq o'sma qo'yamiz, ancha-muncha tayyor bo'lsin, xiyinlarni qo'yib olamiz. Ondan shu chashlarga yelim surkash degandek shunday bir asl odatlarimiz bor. Ondan onangni otangga pardozsiz ko'rsatma degan gapni men bek yaxshi ko'raman. Shu analarimiz ana shu hatto uy ichidami o'zlarininki yo'ldoshlari oldida bunday ko'rinishni faqat xohlamagan. Men dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur xonim qizlarninki shu o'zini tuzashtirib tabiiy holda o'zini tuzashtirib uy ichida bo'lsa-mu ancha-muncha o'zini yasab chiroyli güzel turishini chin dilimdan tilayman. Shuna qilishga tirishaylik har holda. Davomli qilib bo'lamaymiz, lekin shunda güzel turishga tirishaylik. Ma'qul amsa, hurmatli qarindoshlar, bugungi kitob o'qishimiz mushagicha bo'lsin. Men bu toplamdan bir nechasi bor. Menda shuningdan yana bir necha asarlarni tanlab qo'ydim. Shunda yaxshi ko'rdim. Masalan, kelar qitim sizlarga o'qib berdig'im 10 nasihat. Bu 10 nasihat kelar qitim o'qitganda bilasizlar. Ishqilib bak esil. Yaxshi ko'raman men 10 nasihat har birimiz bilishga tegishli. Aytar gapning qisqasi bu toplamdami sizlarga o'qib berishga tegishli deb bilgan asarlar xeyli ko'p. Kitob o'qishmon berga diqqat berishdan to'xtab qolmanglar. Yaxshi asarlarni yoqtirsanglar, atrofinglardagi do'st birodarlaringlarga tavsiya qilinglar. Kitob o'qishmon berimizga texi a'zo bo'lmagan bo'lsanglar, cho'qim a'zo bo'linglar. Shuningda har bir qitim yangi asar chiqqanda darhol isqida anglash fursati bo'ladi. Ma'qul amsa, kelar qitimliq programmamizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Aman bo'laylik.